Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilar. Bugungi rolikimizda Urganch shahrining bir zo'r yerlaridan biri, ya'ni elitni rayon deb aytsak ham bo'ladi. Shunday bir yerda joylashgan 4 qavatli binoni birinchi qavatida joylashgan 3 xonali kvartira bilan tanishib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, endi qachon gördümmi, bugun gördümmi bilinmaydi. Endi bu video bugun chiqsa 2 kun oldin ko'rgan bo'laman. Bir gün oldin ko'rgan bo'laman, ertaga chiqsa 2 kun oldin. Joy 4-mikrorayonda 48 ming dollar, 50 ming dollar deb chiqarib o'tdilar. Bu joyimiz sal arzonroq, hurmatli obunachilar. Joyimizda gap bo'lishi mumkin emas. Joyimizda dokumentlar 100% saq, to'g'ri adlaringizda o'tadi. Местоположение 4-daha. Şan tarafda joyimiz. Yurt turtlarında 19, sal arraqdan 7, 5 yurt turtdu. Yan tarafımızda Urdu, bir denen Şumbala, Dehqon market. Yan tarafımızda bizani ne var? Urdupi, Urganch davlat pedagogika instituti var. Так что местасы zo'r. Mestasına gap bo'lishi mumkin emas. Dokumentam 100% taq. Hurmatli obunachilar, bir like bosib tursanizlar, ketdi-kelsa ichkalari bilan bir danishib chiqamiz. Unda bir gap aytib ko'rchakman. Agar kimda kim ko'rsatuvchi sotchak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Sotishga yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizda YouTubedan tashqari Telegram bilan Instagramdan ko'rishlaringiz mumkin. Aslida YouTube kanalida bu videoni kommentarlarga tashlab qo'yamiz. Girib podpiska qilib qo'ysanizlar, xohlasanizlar Telegram, xohlasanizlar Instagram. Hurmatli obunachilar, bir narsani so'rab o'tchakman. Tez primoy efir başımız Instagram'dan, Telegram Instagram'dan, YouTube'dan. Nov meseleni götürüp çıkalı. Instagram'a neye bu novum? Telegram, YouTube'mu kommentariyasına yazıp ötünler. Nov meseleni şu boyunca primoy efirlerine xuda xalasa başlayımız. Gittikese like bassızlar mı? Toşun like baskan olsanızlar gittikese içalara bilen bir danışkan sunarlar maçılar. Hurmatli obunachilar, joyimizga yetib keldik. Joyimiz 4-dahada ko'rsatib o'tdik. Ichani polностью taxlangan, to'g'ri girib yashayveradigan. Bilasizlar, bu planirovkani girganda shunday go'ng bo'lib tushadi. Trimoga ham sig'adi, prixoshga ham sig'adi, undan tashqari rakovinaga ham sig'adi. Orqasidan kafeldan o'zib chiroyli qo'yibdilar. Hamma o'zi qo'ygandan keyin ham keng koridor qolgan, hurmatli obunachilar. 1, 2, 3 xona sanuzел bunda vannaxonasi, hojatxonasi, vannaxonasi, kuxnyasi, to'rda 2 metr, 6 metrlik balkoni. Hamma yer bilan batafsil danishib chiqamiz, hurmatli obunachilar. Joyimiz dokumenti 100% taq. Endi bugun ko'zim tushib qoldi. Kimdir 4-mikrorayonda 48 ming dollarmi, 58 ming dollarmi deb chiqaribdi. 3 kontni. Shunday emas. Eteri aboy. Bundan tolqa shu koridoruna urilmagan aboy. Boshqa yerlarına hamma yerine aboy urilgan, hurmatli obunachilar. Qani bir yerdan chetdan tanishib boqishimiz kerak. Prixoshkasi turibdi. Novla qoladi, novla ketadi, kelib uyga yetib bilan o'zingiz gaplashib olaverasizlar. Yana bunda bir spalnya, hurmatli obunachilar. Bu yerimizda oyoq tiylari taxta pol, aboy urilgan, ko'rib turganlaringizdek ataplanalari o'tgan joyimizda. Potoloklar oppoq deb chiroylatib qo'yibdilar. Bu bizning spalnyamiz. Razmeriga keladigan bo'lsak, 3.4,5 razmerda tushgan bo'ladi. Spalnyamiz. Keyingi masalada milliy zaldan, hurmatli obunachilar, bu zarofiyada ikkisi bo'ladi. Endi bunda birisi. Birimizning razmeri 3.10-5.50 razmerda tushgan. Birimiz ham taxta pol. Hurmatli obunachilar, joyimizni o'zina tegishli podvalamba vech qo'yish uchun taxlab chiroylatib qo'yibdilar. Kelsangizlar, ko'rasizlar. Birimiz ham ko'rib turganlaringizdek aboylar bosilgan, patolokam oppoq chiroylatib qo'yibdilar. Lustralar ham yaxshisidan asilgan. Konditsioner Artel brendinden yangidan ekonom variantdagi. Perdeler ham asılgan chiroyli perdeler. Ko'rib turganlaringizdek. Bu bizning birinchi zal. Yana bunda bizning yana bir zal. Birimiz ham shunning razmerda 3.10-5.50 razmerda tushgan yana bir zal. Birimiz ham taxta pol, aboylar bosilgan, mo'yshi, patolokni ham chiroylatib, oppoq vodoemulsionli kraskalarni urib qo'yibdilar. Ataplaniyasi o'tgan, chugun batareyalarni qo'yibdilar, ko'rib turganlaringizdek. Uy egasi bilan gaplashdik. Endi gaplashib olamiz-ku. Uy egasi aytadi, oyina 200 ming so'mdan ko'p pul to'lamadik deydi gazına, ya'ni ataplaniya. Bu degan gap zo'r gap, ekonom variant 200 ming so'm. Zo'r, hozirgi kunda limit bo'lib yotibdi-ku. Shunday. Yine bu bizning zalimizda 3-xona. Keyingi masalada yana bunda bizning
hacatxana, ayaktilerimiz kafil, devallarımız plastik patologacha, patologan plastik. Unitazını köp-köptüler yurtlarınız deyin. Keyinki meselede yanımda bize vanna, ayaktilerimiz kafil, devallarımız plastik, patologacha, patologan plastik. Hurmatly maçalar, meyde çüde nerseleri buladı olsa pılı üstünde kaytıp beriledi. Bunda bize kir maşinam bu. Şimdi mesela ne boluşu mümkün? Bunda kafil yok değişeniz mümkün. Üstünde zakonin kaytıp beriledi. Xudaxlasa nasip etse. Ben tarafımızda bize özü evvel kuxnya bolgan, hurmatly maçalar. Bu podyesterep, ben tarafıyla görtülarınızın plastik hukuktular. Cayımızda hem devletni issu ba, hem şunun boiler ba, yani su kızdırıp beradigan sistema. Şimdi devletni issu bolmagan vaqtı özüňiz elektrический yakıp berip faydalana beradigan. Bede görüp tursuzlar 4-5 adam bemalal oturup awkatlanyp, çay içip alıp, çay içe boladigan yer. Ugala hukuktular. Keyinki meselede inamda bize 2 metre 6 metrelik balkon. Birimizden fondan çıkan görüp turlarınız deyin ayak dileri biri selbelent pol. Birimizden ne atapeniye ötken aynaları hemmesi akroplastifamızdan kılıngan hurmatly amaçlar. Cayını görüp ötkenleriniz deyin. Cayını bir yerinden ples yok. Cayın içinde ise ortalıkta caylaşkan hurmatly amaçlar. Ben tarafımızda bize moykesi, yanımında bize kafirle urulgan. Cayımızın inamında kaçolu. Ekonom kaçol. Şu kaçol bilen aytıp tuttular. 200 bin so'mdan köp tölemeye deyik dedi. Kışta, callı kışlarda 200 atak. Sel ne o katak koyarsak onda 150-160 bin çıkar. Merhamacılar. Belle'de, Bilesler 4. mikrorayonda 3 mektep, 3 bakça var. Yani mektepgacha ta'lim sistemasından ham muammo yok. Mektepten ham muammo yok. Özünde 3 mektep var. Urdu'nu Urdu'ga mı yakın biri? Urdu Pi'ye mi yakın? Yani Urgenç Devlet Pedagojisi İnstitutu ham yakın. Urgenç Devlet Üniversiteti ham yakın. Ortalıkta. Ben de okusanız, eğer balalarınız ben de okusam buladı. Urdu Pi'de, Urdu'nun özünde okusam. İkisem pişkom bark keledi Rassenede. Hiç kendin transporttan bunu bilmiydi xudaxlasa. Hurmatly amaçlar, jayımızны bahası arzan bahada çıkıyatır. Halan kredit etip alаңlar, halan naq pul төлep alаңlar, halan şu ikkisi ya naq pul ya kredit. İkisinden birisi boladı. Hurmatly amaçlar, şu bilen bu üyümüze bağışlangan videolarımız öz öfasını etip baradır. Keyingi videolarda görüşünçe dep kalamız. Sağ bolаңlar, hamam bolаңlar, kanalımıza podpисаться kılışını unutmаңlar. Videomuz yakkanımıza şu like, kommentere kütüp kalamız. Kimki neki iş başlagan bolsa, hemmemize başlanışımız hayırlı bolsun. Rahmet eyte var üçün. Keyingi videolarda sağlıkta, hamallıkta görüşürüz. Kalamız hem önünde yaxşı gün toy tamaşa bolaversin. Hurmatly amaçlar, like'larını gümbürdetip fikir mulahazalaryny kommentere yazıp kaldıramız. Tolga yaxşısını görüp turlaryňyzyň jayımız yaman kommentereye layık emas. Doğru girip yaş beradigan hiç kanın remont etemen dep oturmayslar. Jay tayar. Hurmatly amaçlar, like basıp kommentere kütüp kalamız. Sağ bolun, aman bolun. Keyingi videolarda yaxşı günde, yaxşı yerlerde, yaxşı sebepler bilen uçraşınça dep kalamız. Hurmatly amaçlar, like.